Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz 24 soat shu yerda palatka qurib, 24 soat yashaymiz. Shu yerda ovqatlanamiz, zavtrak qilamiz, shu yerda uxlaymiz. Bizda bugun mehmonda Abbos va Timur. Timur o'tgan safar videoda ko'rgansizlar. Abbos yangi go'shtimiz. Bugun biz 24 soat palatkada yashaymiz. Ketdi. Challenge uchun tanlagan joyimiz Krasnogorsk deb nomlanadi. Bahorda bu hudud alt yaylovlardek go'zal bo'ladi. Biz mashinadan hamma kerakli narsalarni tushirib olib, bitta joyga to'plab, palatkani yig'ishni boshladik. Palatka biz o'ylaganchalik yig'ish oson emas ekan. Hozir elektr nasosni ishlatamiz. Bolaga yetdim. Elektromobildan foydalanamiz. Biz choy qaynatmoqchi bo'lsak, motorlarni ishlatmoqchi bo'lsak, elektritsiyani bemalol elektromobildan to'plasak bo'ladi. Timur, qiynalib qolmadingmi? Men hozir senga fokus ko'rsataman. Mana, qarab tur. Bu BYD'ning o'zida chiqadigan rozetka. Tok oladi bundan va qo'limdagi apparat eshitdinglar. Qiynalmamadi. Mana bir xil ekan. Bu o'tqamiz va bo'ldi. Hozir 5-6 sekund teshadi. Palatka yig'ish ham bu o'zgacha sinovligini hech o'ylamagandim. Instruksiyani yaxshilab o'qib chiqib va nihoyat palatkani to'g'ri qo'yishni boshladik. Birinchi sinovdan bir amallab o'tib oldik. Shoh o'zini divanchasini ishirsa bo'ldi. Shaharda yuradigan, shaharda ishlab yuradigan odam uchun qatnash kerak. Negadir Siz tasavvur qilyapsizmi? Biz shu joyda qolishimiz kerak kechasi. to'g'risi shamol вообще kuchli-yu, lekin atmosfera. Har bittamizga joy bor. Mana bu joy meniki. Bu yoqda yana kimdir yotadi. Bu yoqda ham joy bor. Mana bu yoqda ham bir kishilik joy. Endi sekin-sekin joylashib olamiz. Mana joylashamiz. Endi sekin pastellarni solib kechasiga tayyorlanib qo'yamiz. Kechasi shu yerda yotamiz. Sekin ichkariga kirib oldik. Hali hamma udobstvo qilinmadi. Va ko'rsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum. Eng ko'p ishlaganlar yotib olishdi. Hali kechqurun mana tishini ko'rayotgan bo'lsanglar, polni atapniyni qo'yib issiqqa otamiz. Tashqarida естественно shamol bo'lib turgani bilan bu ancha issiq. Endi tashqaridan olishimiz kerak. Lampani hozir shoh joyiga. Yo'y, shoh nima qilyapsiz? Ana, tepa, ana. Ha, bo'ldi. mana bizani kechasiga pomощникimiz lampa. Sizlarga yoqib ham ko'rsatib beramiz. Shoh bitta yoqib yuboring lampani. O, ana. Hali. Bizda hozir chekish asbobda. Hamma yotib uxlayapti. Timur uxlab qo'ygan. Abbos ham uxlab yotibdi. Mana bu shoh joyi. Biz joyimizni ozgina o'zgartirdik, sezgan bo'lsanglar. Udobniroq joylashib oldik. Endi ozgina yotib, dam olib, keyin shashlik qilishga chiqamiz. Hozircha 2 soatmi, 1 soatmi uxlab olishimiz kerak. Yaxshi dam olaylik. Ozgina dam olib, bolalar bilan ovqatlanadigan zonani ham yasab qo'ydik. Xullas, bizani palatkamiz ham normalniy kattalikda. Bir allambaloq tuzilgan. Chivin, pashshalar kelsa mana shu uriladi, u yoqqa o'tmaydi xullasda. Keyingi ko'radigan joyi. Yomg'ir yoqsa, bu o'zi materialni o'zi juda bir vodostoyki o'tkazib yubormaydi suv. Oqib ketadi. Ko'rishingiz mumkin. Plashovka deydi-yu. Eng qizig'i bilasizlarmi nimada? Buni nasosda ham va o'zini apparatda ham chiqarsa bo'ladi, ishirsa bo'ladi. Eng mazasi любой tomondan chiqsa bo'ladi. Xohlasangiz shu tomondan, xohlasangiz mana bunaqa joydan. Qaysi tomon sizlarga udobniy bo'lsa, shu tarafdan shirib olaverasizlar. Bunaqa oynalar bor, qaranglar. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham o'zining chivin xonasi bor, mana. Chivinlar kira olmaydi. Ochib o'taman desanglar, ertalabki kunni ko'raman desanglar. Masalan, xo'sh, yuringlar yana dalsha. Xuddi shunaqa oynadan bizda 3 dona boya aytganimdek, ikkinchisi mana bu yerda joylashgan. Yani xuddi shunaqa prinsipda
ochasiz. Ochasiz. Pashsha bo'lmasa, ochib tashlasangiz ham bo'ladi, xohlasangiz. Pashshalar yo'q bo'lsa. Tomi ham ochiladi kerak bo'lsa sizlarga mana. Xohlasanglar mana bunaqa kaminga xohlasanglar buni to'g'rilab olasizlar. Xohlasanglar buni olib tashlab turib, oyna qilib olasizlar. Xohlagancha. Bu podkamimizga berib turgan Look Gifts jamoasiga kattakon rahmat aytib qolamiz. Sizlarsiz bu narsa bo'lmasdi. Qolaversa mana shu chiroylikgina kemping zonani ham bizga bergan Look Gifts jamoasiga ham kattakon rahmat. Bu siz ancha qiynalib qolardik. Xudo xohlasa endi ko'ramiz qanchalik qiziq bo'ladi kech payti shu yerda o'tkazish, chunki bu yerda hasharotlar bor, har xil ilonlar bor, qushlar bor. Mana bu yerda otlar yugurib yuribdi, ko'rsanglar bo'ladi. Bir allamaro atmosfera. Ovqat pishgungacha qorinni aldab turish uchun ozgina bolalar bilan choy ichib oldik. Krasnogorskka kelganingizdan so'ng juda ko'p otlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda cho'ponlar arendaga otlarni mindirar ekan. Buni ham surishtirdim. 1 soat erkin ot minish sizga 200 ming so'mga aylanar ekan. Mana kiyimlarimni almashtirib oldim. Havo juda zo'r, issiq, lekin shamol bor ozgina. Mana bu bizani ovqatlanadigan joyimiz. Tak mana ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa udobniy stol qo'yib oldik. Mana shu yerda o'tirib, bemalol choylarni ichib, kechasi ham hali mana stolimizga qo'yib olib, lampochka ilib qo'ysa bo'ladi. Mana bu issiq choyimiz bor. Asosiy yotadigan joyimiz. Mashinalarni ikkita chetga qo'yib oldik. Bu bizani qo'l yuvishga suvimiz. Mana bu ham qo'linglarni, yuzinglarni yuvishga. Bu yerda 15 litr suvimiz bor. Bolalar mazaq uxlayapti. Ularga xalaqit bermaymiz. Спят усталые игрушки, книжки спят. Та-ра-ра-ра-дан. Одеяло и подушки ждут ребят. Shoh o'zingiz joyingizni ko'rsatib qo'ying. Komfortniy burchagingizni, burchakda shoh o'ziga joy tanladi. O'zi shoh bu yerga ham yotsa bo'lardi, lekin shoh o'ziga burchakni tanladi, chunki bu yerda biz kechasi gaplashib, kino ko'rib o'tiramiz va mana bu yerda kamin qo'yamiz. Kamin uchun joy ham qoldirilgan. Va chiqqanimizda shunaqa bir chiroyli prirodani ko'rasizlar. Yana sizlarga qiziq informatsiya. Bu yerda odam umuman, biz chiqqan tepalikda odam umuman yo'q. Ana pastlikda bitta oila. Keyin uni pastida yana odamlar ko'p. Lekin mana men sizlarga aytaman, mana bunaqa perexod ham qilib bera olaman. Mana bunday perexod. Challenge'imizni boshlanganiga ham ancha bo'libdi. Soat 10 da boshlagan bo'lsak, mana soat 4 bo'libdi. Biz bugun shu yerda qolamiz, bilasizlar. Biz sizlarga ko'rsatib beramiz. Odamlar qorong'ida baribir bunaqa o'tirmasa kerak deb o'ylayman. Yana bilmadim, uni kechasi ko'ramiz, tekshirib ko'ramiz. Menimcha bular ketishadi. Meni o'ylashim bo'yicha. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyga tushib yozinglar. Biz pismiqlarcha bitta olmani yeyveramiz hozir. Shohbar. Beshar qizarib ketdi. 2 bo'lamadim, hech bo'la olmayapti. Katta kachuklarni ko'rganmiz, 2 bo'la olmaydi unaqa. Qarang, olma uchun 3-2-1 da bittasi sindiraman. 1 bo'lib beraman. 2-3 ketdi. 3-2-1 ishim kerak-da. 1-2-3 da, shunday. Bo'ldi, 3-2-1. To'g'risi internet yomon ishlagan sababli rosa zerikib o'tirdim. Mana qilishni bilmay bolani turg'izib ovqat qilaylik deb ideya berdim. Mana bizani qozonimiz tayyor, artib tozalab oldik. Kechasiga nima ovqat qilamiz? Qozon kabob qilamiz, xudo xolasa. Kechasiga qozon kabob solib qo'yamiz. Ancha sekin pishadi, bilasizlar. Ungacha уже qorin ochyapti, shoh aytdi, "Давайте shashlik qilaylik" dedi. Shunga shashlikga tayyorgarchilikni boshlaymiz. Bizani главный поварimiz Shahzod bo'lyapti. Bugun men uni yordamchisi, xudo xolasa. Da, hozir bolalar, bizani mehmonlar uxlab qoldi. Mayli, mehmonlarni bezovta qilmaymiz, lekin hozir turishgandan keyin shashlikni hammamiz birgalikda qilamiz. Ungacha biz qozon kabobni sekin solib qo'yamiz. Boshladik. Qozon kabobni ham boshlasak bo'ladi. Hozir endi ugunni qo'yamiz.
Keyin ugl tayyor bo'lgandan keyin shashlikni siqlab bo'lishgandan keyin molni shashlikni qo'yib yuboramiz. Qozon kabob tushgungacha sekin shashlikni bosib turamiz. Hali sho'rvamiz ham bor ekan, sho'rvamiz. Sho'rvani masalliqni solib ketish kerak. Shashlikni siqlashni boshladik. Uyda bardovka qilganman men buni. Spitsalni o'zida o'sha limon suvlarda bu boshqacha. Bu yerda mayonez bilan qilingan. Mana shuni ustiga solib ketdingmi? Shashlikni ham siqlab bo'ldi, bo'ldik. bu ham tayyor. Tak. Shashlik zo'r Mana bo'libdi. takoy bagati chiqdi. Hozir ko'mirlar yoyib, chiroyli qo'yib, ana hamma yog'i tutatamiz. Mana Krasnogorsk kelgan hamma bilsin biz shashlik otganimizni. Lekin cho'ta odam ko'rmayapman. Shadi. Adam ovqat bo'lma deydimi? Banan zo'rmi? Bo'ldi, menimcha tayyor. Go'shtni shundoq steak qilib turib, setkaga solib qo'yamiz. Zo'r bo'ladi. Shoh appetitni Qizish. qizish shart emas. Hozir yo'lda qiziydi. Jamasa person. Bugun biza to'g'ri emas, ananasli shashligimiz shekilli, chunki biza sarg'ayotibdi. Tuv shamollagan. Shamollagan So'yilishdan oldin. Men sizlarga aytdim, ovotganimizda cho'ta menga ko'rinishi yoqmadi. Qanaqa otganda men qilganman uni. Karzinga hozir tushib qolmadim boya. Yo'q, rostdan-da, ya'ni klassikaysini yeyishimiz kerak edi, mayli endi. Bitta yeb ko'ring, balki vkusida yorib yeyishim. Fikrlar, uni aytuvdik lekin. Yo'q, vertolyot. Ana qo'yadi. Shashlik pishguncha bolalar o'zini band qilish uchun futbol o'ynashni niyat qilishibdi. Sal qoldi. Shashlik ustiga ag'dariladi. Ana, обычный kontroli bor-ku. Timur, некачественный. Oh, oh. Voy. Ana. Oh. Zo'r. Aynen. Давайте bolalar challenge e'lon qilamiz. Shashlik pishgungacha kim ko'proq, mana bitta oyoqda rangdor qilish. Qo'r boshla. Boshlab beraman o'zim. Nechta qilaman deb o'ylaysan? 5 ta. 5 ta от силы. Shoh. 3 ta ketdi mana. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 4 ta. 4 kengisi Abbos. 7 ta bo'ldi. Mana shohga gali, shohga ishonamiz. Ketdi mana, oling. 5 ta. Yomon emas. Endi Timurga gali. Mana bizani главный aybolit. Shohda 5 ta, menda 4 ta, Abbosda 6 ta. 7 ta. 7 ta bo'ldimi? Rostdan. Agar 8 ta qila olsang, sen aytasan. Go. Qilib qo'yamiz. 1, 2. Olim Abbos. Ben yutdimmi? Ko'ring, sig'maydi. Boya aytganimdek, ketishyapti. Chunki soat mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. 6 bo'ldi. Soat ровно 6 bo'ldi, o'sha odamlar ketyapti. Ну, как odamlar? O'zi bitta odam bor edi biz bilan. Ular ham ketishyapti. Hozir endi biz kech tushishini kutib, fonariklarni yoqib, kechki atmosferada ovqatlanamiz. Qalay ekan? Noxushab turibsiz-da? Qalay ekan? Pishirish mas'uliyatini biz Timurga beruvdik. Yorordilar, qaranglar, qana qizartirib. Yana 50 ta qo'yib. Abbos, bir 10 dan necha qo'yasiz bu shashlikka? 6,5. Sizcha shoh? To'g'risini aytaymi yo sizlar xursand qiling? To'g'risini ayting. 10 dan no to'g'ri. Timur, necha qo'yasiz o'z shashligingizga o'zingiz? 3. Boss bitta ko'proq yut oldi boya o'ynab. Yog'ini ko'rsatdim, chunki Timurga. Juice bilan shirin. G'alaba. G'alabani ta'mi nechilik?
zo'r pishib lekin qaynoqqina bu trofey. Bo'ldi olaman. Olib yeb ko'ring, endi mashinasini yeb ko'ring. Yeb ko'ring. Qayerli manzarani? Windows XP'da esingizda turardi ham boshqa. Bilmayman, hozir kamera yaxshi tushiryaptimi, tushirmayaptimi, lekin qaranglar, vashi ko'zga mazza qilyapti lekin. Yo'q bu yoq qilgunimizcha ham kech payt tushishni boshladi. Aytgancha esida bo'lsa qozon kabob qilmoqchi edik. Afsuski bizani o'tinimiz qozon kabobga yetmas ekan. Ana pastdagi qishloqqa keladigandik dastavka. Qora ochdi. Baribir bittamiz eplab ovqat qila olmayapmiz. Kech tushishi bilan rostakam sinovlar boshlandi. Keling, hammasini birma-bir ko'rsatamiz. Mana qorong'i bo'ldi. O'sha soat rostila 7:30 bo'lgan. Endi biz svetni yoqishimiz kerak. Mana o'zingizlar baho beringlar. Atmosfera qanaqa bo'ldi? Уже dikaya природа bo'ladi, mana. Ko'ringlar, hamma ketgan. Endi mana bizani videoyimizdagi qiziq joylari endi boshlanadi. Tasavvur qilsam, hozir sovuqda, atrofda hech kim yo'q. Biz ham bitta kostor yoqib, issiqqina isinib, pletlarni ustimizga o'rniga tashlab olib, gaplashib o'tiramiz. Kechasiga ovqat hisob qo'yishimiz kerak. Hali ham nimagadir qozon kabob solmadik. Nimaga solmadik? O'tin yo'q. O'tinda problema bor. O'tinimiz bir korobka bor edi, lekin tez yonib ketyapti. Mana hozir bolalar choy qaynatib o'tirishibdi. Tashqariga chiqamiz, ko'ramiz nima bo'lib bo'lyapti. Soat kechga 8:30. Hammaga xayrli kech. Men o'tirman, bitta bolalarga suv qaynatib, bitta termizda suv saqlaymiz. Ammo cho'g'im bilasizlar, legendarniy temirli. Og'ir bo'ladi, og'ir. Shashlik berdim moya, zo'r pishirib. Endi suv qaynatib beraman. Уже sovuq tushdi. Soat 8 bo'ldi. Shunga biz endi xonani isitishimiz kerak. Bilasizlarmi nima qilamiz? Bu menimcha tepasidagi ekan, orasiga qo'yiladigan ekan. Biz mana buni yasaymiz endi. Shuni endi issig'ida uxlaymiz. Xona rosa sovuq. Mana svetchi. Chiroqchi. Timur tutun chiqyaptimi? Bo'ldi, yopib qo'y, yomonladi menimcha. To'xtanglar. Shu kadrda nimadir sezyapsizlarmi? Yo'q, shoh. Nimani sezishimiz kerak? Prosta olov yoqyapmi? Mayli, menga nimadir g'alati ko'rinadi. Bu kadrdachi? Bu yerda ham sezmayapsizlarmi? Yo'q, balki endi tushungandirsizlar. Tak, mana tuxum qovurishyapti. 8 ta bo'lishi kerak payti. Yana bitta bering. Bittasi yeb qo'ydingmi, shoh? Qo'vrasizmi? Qaynatgan. Hammalar joy o'tirib olishga usta ekansizlar. Shiq qo'ymaysizlarmi? Men haqqim bormi? Sizni haqqingiz bor, Timur, ko'zingiz kuydi sizni. Xullas, mana kirib oldik, ovqatlarni pishirib oldik, bir amallab, mana Shohu o'zinikini yeb bo'ldi. Mana Soat 1 bo'ldi. degustator. Soat 1da ham hali ham o'tiribmiz biz. Mana bolalar atmosferani zo'r qilaman deb mana o'tirishyapti mana. Bizani powerimizga bitta respekt qilib qo'yamiz powerimizga. Ko'zi achishib bo'lsa ham ovqat pishirdi, молодец. Mana Ovqat pishirdim. mana bizning kinologimiz hozir kino qo'yib beradi bizga. Bu degustator. Sen oddiy operatorsan, to'g'rimi? Men oddiy operatorman. Hech qayerga bormaganman. Hozir Timur kartoshka pishiryapti bu yoqda. Kartoshkani ko'mib qo'ygan, tutun bo'lib ketdi hamma yo. Tutunni qarayda, tutunni. Mana shunaqa o'tiribmiz, mazza qilib. To'g'risi boshqacha bo'lar ekan. Rostdan mazza qilyapmiz. Birinchi bizani rolikimizni
maza qilib videoga olayotganimiz. Даже Dubayda ham, eng zo'r chiroyli otelda ham bunaqa emotsiya bermagan bizga. Boshqacha bo'lar ekan-a? Vashshi. Bolalar qalay? Qilib bitta odam aqlanib bo'lib tushish kerak. Yoki Nima nima deysizlar shunga? Men qotib uxlayman bo'ldi. O'zi bunday olib qaraganda, endi xudo ko'rsatmasin nimadir bo'lsa ham, eng безопасный joy Timurda bo'lyapti. Ha, mana eng безопасный joy Timurniki bo'lyapti. Tepada yotyapman. Ha, Bu tarafa yotyapti. Shoh. mana bu yoqda. Polniy безопасный. Shahakaniga yapasni ham to'g'ri. Da. O'ynasizmi? Da. Eng apasi meniki. Hamma tomondan apasni. O'zi hamma tomondan apasni. Bu yerda maliga apasni, bu yerda Abbosga apasni, bu yerda Shohga apasni. Da. Timur maza qilyapti issiqda, eng sentrda. Da. Timurda to'yam. Eshitdinglarmi? Ovozni eshitdinglarmi? Eshitdinglarmi? Orqada to'g'ri deb turibdilar. Lekin stranni ovozni eshitilyapti kerakmi? Eshityapsizlarmi? Nima ovoz? Nima ovoz? Jilla bu jilla. Bas anaqa. O'shani aytibsizlar, mashhur yashaydi ular. Abbos ayting. Vasvas qilib sanadi. Mana qo'yib qolasan. Jinnani vasvas qilsin. Qo'rqdi. Voy astag'firulloh. Voy ko'rsizlar. Ko'rmadingiz-da? Shoh orqangizda kim? Tak, bolalar cho'ta qo'rqmayapti. Mayli, ko'ramiz. 1 soatdan keyin. Tomonga tushib olgan. Ilyon noqmoqchi, bizani pasar Oluvchi qilmoqchi. qo'ydi, zo'rda. Pasar qilmoqchimiz, nima qilyapsiz, shoh? Shashlik sevilar. Bola isitmoqchi edi xonani. Bu yerdan isiriq qilib yuborishdi shekilli, xonani vashi tutatib yuborishdi. Voy. Bola bunaqa isitgandan ko'ra isitmagan ham ma'qul edi, lekin voy. Voy, ko'zlarim ochib o'tdi. Tutuni qaranglar, vashi-ku. Astag'firulloh. Shoh qarang, chiqyapti. Shahtifani o'la. Oynani ochinglar. Shoh, davay. Yaxshilab tozalab ol, Ikkinchi oynani ochib oling. Abbos. Voy, shoh yana chiqyapti, shoh. Ani turbani nimadir qilish kerak. Короче, menimcha bugun uxlamaymiz. Nimadir bo'ldi, mana Nito обратка berib yubordi. Bu yoqdan chiqmayapti-da, tutun bu yoqdan chiqyapti. Hozir. Voy. Chidab bo'lmaydi. Mana xonamizda smok otilgan. Mana shunaqa ahvol bo'ldi. Bu smok emas. Bu nima derdi? Bu xonalarimizda qilardi uyda. Nima edi? Jinlarni chiqarish uchun. Isiriq tutatyapmiz. Isiriq tutatyapmiz. Hali beri uxlamaymiz chunki mana bunaqa problema boshlandi bizda. Oson emas ekan. 24 soat. Ani yonib ketadi. Yopib qo'yish kerak. Nima bo'lyapti? Voy ko'zim. Xonani qaranglar. Nimadir qilish kerak, shoh. Hozir qilaman, qochdi. Shoh qoch. Yo'q, bunaqa qilmang. Mana pastga tushadi. Qoch o'sha yerdan. Shoh. Voy ko'zim. Qayerda yo'qotsanmi shuni? Ancha ketdi boru. Ha? Yopishib Kuydirib qo'yamiz, Mana. Shunaqa qilib, biz uyqumiz kelib turgan paytda endi yotamiz deganmiz, mana shunaqa bo'ldi. Lekin bir tarafdan bilib qolganimiz yaxshi bo'ldi, chunki tutab ketib, mana shunaqa znak bo'ldi bizga. Kechasi yonib ketish shansimiz bormidi, Abbos? Voy. Yergacha boribdi-da. Nerelarni ko'rsatgan? Mana. Qaranglar, mana bu o'z palatkani anaqasi. Ketidan anaqa ko'rsatma, mana ko'ring, gilami bor. Ha, gilami bor. Qavat bu. Hozir ham yer tagida o't ko'rinib turibdi bitta. Mana qaranglar qanchalik chuqur kirib ketgan yerga. Shu qizig'i, o'zi biz bu narsani bilmayapti-ku. Nimagadir anaqa отопление tutab ketdi. Tutab ketdi, просто ради bitta olib chiqdi. Tegida mana bunaqa narsa. Mana shunaqa. Bilasizmi nima qildik? Bizani shifkamiz nima deydi bolalar? G'ish qo'ymadik chunki. Geniально. Balki bo'lishi mumkin. G'ish qo'yganmiz, bermayapsiz uni. Mayli, shunaqa bo'lish kerak ekan. Timur вообще anta mashinasiga o'tirib oldi. Chunki baribir 24 soat biz palatkada qolamiz deganmiz. Boshqa hozir variantimiz ham yo'q. Atrof mana ko'rishingiz mumkin. Qop-qorong'i, hech kim yo'q. Nima qilamiz? Challenge to'xtatmaymiz-ku, to'g'rimi? Sovuqda bo'lsa ham yotamiz. Mana bu to'ldi, 80% bo'ldi. Hozir kechki paytda sizlarga kontent ko'rsatamiz. Keyingi rubrikada ko'rishingiz mumkin, qanaqa zo'r kadrlar bor. Osmon вообще zo'r ko'rinyapti. Kamerada bu narsa ko'rinmayapti-yu, lekin mana bu GoPro'ning kamerasida men sizlarga ko'rsataman.
Vashi shikarli kadrlar ko'rasizlar. Mana perihodni ko'ringlar, shu bilan ertalab bo'ladi. Yaxshilab oling. Uxlamayapmiz. Nimagadir bunaqa atmosferada uxlash boshqacha bo'lar ekan. Gatki ya degan multfilm ko'rganmisizlar? O'sha yerda shunaqa bo'ladi. Minyonlar yuradi, minyonga o'xshaydi faqat. Bo'yi uzun minyonga o'xshaydi. Lekin qizuv bo'lyapti. Endi Qop qorong'i mana kartoshkalar qo'yib qo'yilgan, shoh kutyapti o'zini kartoshkasini. to'g'risi kartoshkaga umid katta kech paytga. Xudo xolasa. Ne, boshingni nima taqib olding? Demanmi? Yo'ldan ko'rib yurishim. Ha, mana shu qorong'u qara. Men mashinalar farasdan anaqa qilsay, Mana. o'chirib hozir ko'rasizlar ahvolni. Bitta o'chiraymi? Yo'q, shart emas. Mana shunda o'tirsin. To'g'risi, shunchalik darajada chiroyli bo'lishini hech kutmagandim. Sovuq bo'lishiga qaramay, bolalar bilan patkada yotib Bitta Timur mashinasida yotishni qaror qildi. Ana endi bizani xurray yotishimizni 1 dan 5 gacha baholang. Bu joyda tong otish ham bir go'zal manzara. Xullas mana o'tirib bo'ldi. Xullas. Mana beshtirib olgan mana. Boshlamabdi. Timur uxlamadi, balki boshlanishni uxladi. Timur kishi og'rig'iga uxlamadi. Kech payt mana shu sovuq bo'lib ketdi, to'g'risi, hamma yaxshi olyapman. Issiq. Ramalab turdik-da. Shoh qo'shina o'shini uxladi. Shunaqa qilib challenge yopilishiga ro'pararosa 2 soat qoldi. Qancha? 2 soatmi? Kechagi hamma kelib chiqqan muammoning sabablarini sekin выяснить qildik hozir. Biza короче yasalayotgan bitta narsaga ahamiyat berilmagan. Men bittachi buni oyog'i bor ekan. Shu oyoqni просто o'zi qo'yish kerak edi. Qanaqa kiyish, tutash, shunga o'xshagan narsa bo'lmasdi. Tadam, ko'rsang. Sovda ham uxlamasdi eng kamida. Nechta ko'rib yopding? 4 tami? Hamma nima bo'lsa hammasini yopdi. 4 tacha. Qadrli do'stlar, unutmaymiz, o'zimizdan keyin musor albatta olib ketamiz. Xalqimizdan ham iltimos qilamiz. Bu Krasnogorsk juda ham ko'p xalqimiz tomonidan sevib chiqiladigan joy. Iltimos tabiatga bee'tibor bo'lmanglar. Juda ham chiqindi ko'p tashlab o'rgansizlar. Bizda baribir hayvonlardan farqimiz bor. Hozir payt shunaqa bo'lib qoldi. Hayvon desa, odamni hayvonlar xafa bo'ladi. Shuning uchun hamma o'zini o'rnini bilib ishini qilsin. O'zingizdan ketinglar, yashirib ketinglar bo'lsalar. Mana 24 soatimiz ham o'tdi. Bolalardan so'raymiz. Bolalar qanaqa bo'ldi sizlarga? Zo'r bo'ldi. Baribir bunaqa jiddiy prirodaga chiqish, o'ziga yarasha boshqacha atmosfera, adrenalin, lekin yaxshi bo'lganga yarasha o'ziga yarasha minuslari ham bo'ldi. Bu tashkillashtirish ishlari bo'yicha keyingi bundan ham yaxshiroq bo'lib, bilibroq o'sha opit bilan chiqamiz. Video davomida o'zi ko'rgandirsiz, qanaqa hayotimiz xavf ostida qolishi mumkin edi, tutab boshqa narsalar. No, xudo xolasa keyingi ancha Tayyor bo'lib chiqamiz. Tayyor bo'lib, развитый bo'lib, cho'tki qilib tugatamiz. Пожалуйста. Agar ikkinchi chastisini xohlasanglar, kommentariyaga tushib yozinglar, ikkinchi chastis qilinglar deb. Yana qiziqroq o'rmonga o'xshagan joylarga chiqib, Agar qatlandirib bilsanglar, shunga o'xshagan dikiyroq joylarni biz chiqamiz. O'sha yerda bor atmosfera bilan, bor qo'rqinchliklari bilan olib ko'rishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat shu joyga ko'rganinglar. Podpiska, like qo'yinglar albatta va biz yig'ishtirib ketamiz. Ketdik.